qalblar Allohning zikri ila orom topsin. Xotirjam bo'lsin. Butun dunyo bo'yicha eng salobatli inson bo'lsin. Alloh bilan doimo bog'lanib tursin. Allohdan bir zum chetda qolmasin. Ana shunda inson haqiqiy mu'min bo'ladi. Haqiqiy zokir bo'ladi. Haqiqiy banda bo'ladi. Bandaligini tushunib yetib, Robbisini robligini anglagan bo'ladi. Bizning aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taoloning o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib berganlar ularning sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak.